Azrail Qo'nchoq burun yaxshilarni qutuldirib, yomonlarni jazolash uchun ishlatiladi. Hozir bo'lsa, hamma yerda qonun yurgizilayotgan vaqtda uning lozimi yo'q. Agar siz qursangiz, bu pullarning hammasi sizning bo'lsa. Agar men qursam, buningga bir tomchilik qiningizni eftib bersangiz kifoya. Sen tushdi, 100 tomchi qon desangmi? Akam Laviyan undoq oson qo'rqib qoladiganlar emas-ku ba? Ayolingiz bilan bugun kechini sog'-salomat o'tkazishimizni umid qilaman aka. Tez bol bağlayam. Berip yılkı dostumunu top. Bağırlık ömrümün sınırda kaldı. Beni öldürələrsən, Petr'ni öldürüş bunca asan emas. Bu ceset ayağının gel. Eblek. Uyuda ayağını izlerken lazım var mı yok? Bağlayam. Tez bol. Bu əblaqda mən tosup duray. Sen yılıq şahanı kılıçını ilk çıkar. Kabristanlığını berip, bunun əsli bədini tepip öldürüp et. Çoğun tiptiki korkunçluk eser. 4'ten 44 minut ötkende ölüş. Vahimi salonumuzda tarqıtıldı. İkinci bab. Dükandarning aslimisi. Birinchi qism. Tavakkülchilik. Dükandarning qishida turvatqili bir necha kun bo'lgan bo'lsa-mu, yangi hech bir ho'shiga kelay demaydi. So'rin talatmi o'lgashga hozir Wangling ansirgudek hech qanday ishmi qolmagan edi. Yangi birash bo'lib qolmas, ha? Dedi Wangling o'z ishlari bilan halak bo'layotgan do'kondarga qarab. Ha, hech bo'lmaydi, ansirma. Yo'lda kap bo'g'icha orliq yiroq bo'g'ash, murda zahrabak tarqab ketibdi. Balkim ati o'gungucha o'shiga kelishi mumkin. Ortiqcha ansirab ketma. Haras, amdig'o deb berasiz. Yuzingizdagi totuq qandoq paydo bo'lgan? Bu totuqni meni shahoni qilish bilan tegishgan. Jinbegim qilishni mushundaqli berivitishga chidamay, bu totuqni qo'shib so'q qilgan. Ha? Qaysi jinbegim? Tafsillari tushuntirmamsiz? Ha, bo'pti. Anlig'ing bo'lsa, men so'zlab beray. Asli yangi bilan ikkimiz kichigimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Kichik vaqtlarimizdami qo'lsig'imiz echib qolsa, kishilarning to'q-to'shqanlarini tutib, yaviratdik. Ish qilib, mahalda askilikda uchiga chiqqan oliqanatdik. Keyin cho'ng bo'lgancha bu ishlardan qo'l uzdik. Keyin bir tasodifiy fursatda boshqa bir yurtdan bo'lgan bir Azrail Qo'nchoq ustisini uchirtib kelib, uningga shogirdlikka kirdik. O kishi to'liq oq ko'ngli kishi bo'lib, hunarda kamolatga yetgan edi. Hatto o'lgan kishilarning ruhini chaqirib kelalaydi. Qo'lidan kelishicha boshqalarga yaxshilik qiladi. Shunda qilib, o kishi o'zida bor bo'lgan hunarning hammasini bizga o'rgatdi. Keyin bizning hunarni asosan o'rganib bo'lganimizni, hamda o'zining katmisi bo'lmaydiganligini, amalba qo'limizdan kelishicha boshqalarga yaxshilik qilishimizni aytib, bu yerdan ketdi. Yangi ikkimizdan kunlari bo'lsa, boshqalarga yordam qilib, jin alvostlarni yo'qotish bilan o'tdi. Ustozdan mahoratni yaxshi o'rgangashga, keyingi kunlarda nomimiz yiroq yaqinlarga tarab, donqimiz chiqib ketdi. Yiroq yerlardan alvost tutishga taklif qilib odam keladi. Garchi bergan pul ko'p bo'lmasa-mu, ustozning ko'rsatmasi bo'yicha qo'limizdan kelishicha boshqalarga yordam qilardik. Shu kunlarning birida yiroq tog'liq yezdan bir odam keldi. Uning deyishicha, u jin oilasining xizmatkori ekan. U turayotgan jin oilasidagilar hatto jamatdan bo'lib, ularning ulug' bovisi Jinbegim o'z vaqtida katta xizmat ko'rsatgan ekan.
Keyin Jinbegim o'lganda podshoh uning ko'rsatgan xizmatlarini tortiqlash yuzasidan uning yesiga bir katta ibodatxona silib, Jinbegimning qabrisini ibodatxonaning ichiga o'rinlashtirgan ekan. Jin oilasidagilar ibodatxonaga bir necha kunda 2-3 odam avatib, ibodatxona tozaltib turdi ekan. Lekin Jinbegimning qabrisiga kirish cheklandi ekan. Bir kuni u yana tozlig'ili bo'lgan bir xizmatkor boshqa xizmatkorlarning diqqat qilmagan fursatidan foydalanib, Jinbegimning qabrisiga kirib ketibdi. Ular qaytadiğanda bir xizmatkorni izlab hech yerdan topolmabdi. Ular qabrning oldiga kelib, kirish-kirmaslikni o'ylab turganda, qabr ichidan birisining ichinishlik chirqirgan ovozi anglanibdi. Ular oldirab qabrga kirib, yiroqda heliqi xizmatkorni odamga o'xshaydigan bir narsaning yavatqanligini ko'ribdi. Ular qo'rqindan qabrdan darhol qochib chiqib, bu ishni Jin oilasidagilarga aytibdi. Buni anglab, Jin oilasidagilarning chiroyi o'ngib ketibdi. Ular shu yerdagi eng usta Azroil qo'nchoq o'ynag'uchini taklif qilib, qabr ichidagi olvostini yo'qotmoqchi bo'ldi. Lekin u Azroil qo'nchoq o'ynatquchi to'g'ri ittigandek narsalarni tayyor qildirib, qabr ichiga kirib ketgili bir necha kun bo'lgan bo'lsa-mu yinib chiqmabdi. Boshqa Azroil qo'nchoq o'ynatquchini chaqirsa, hammasi qo'rqishib qabrga kirishga petinolmabdi. Shunga ular Azroil qo'nchoq o'ynatquchlardan donqimizni anglab, atayin bizni chaqirib kelishga odam avatgan ekan. Bu gapni anglab, yangi ikkimiz atsi shu yerga qarab yo'lga chiqmoqchi bo'ldik. Lekin hili xizmatkor bo'lsa, bizga nurg'un pul berdiganligini, mumkin bo'lsa, hozirning o'zida yo'lga chiqishimiz kerakligini aytdi. Biz mo ahvolning xatarlik ekanligini pamlab, narsa keraklarni tayyorlab, shu kunli yo'lga chiqdik. Kashqurun Jin oilasining ibodatxonasiga yetib keldik. Ibodatxona haqiqatanmi shoh amaldorlarga xos esil silingan ekan. Xizmatkor bizni ibodatxona ichiga boshlab kirib, Jinbegimning qabrisini ko'z tutib qo'ydi. U bizga qabrning ko'lamining pek cho'ng ekanligini, amalba ayrilmasligimizni, bo'lmasa tepshamaydiganligimizni eskartdi. Hamda o'zining qabri ichiga kirmaydiganligini, qabr ichining qorong'u ekanligini aytib, menga bir tal mash'al bilan bir qop saranga tutqizib qo'ydi. Jinbegimning qabrisi ibodatxonaning yer ostiga silingan bo'lib, kirish eshigi ibodatxonadagi kitob jozisining ostida edi. Yangi ikkimiz kitob jozisini yonga surib, qabrning ichiga kirdik. Qabrning ichi haqiqatan qop-qorong'u edi. Qabrning ichiga kirishimizga burnimizga jasadning sesiq poriga urildi. Bu o'lgur. Bu yerda sesiqchilikdan bo'g'ilib o'limizmi nima dedim ochiqlab. Yangi bo'lsa, atrofni ko'rishga oldirab ketgan edi. So'ng u menga mash'alni tezroq yiqishimni aytdi. Men mo qorong'ulikqa o'ch bo'g'ashqa oldirab mash'alni yoqdim.